Men aytaman, ayniqsa savdoda KPI juda muhim. O'zi hamma sohada KPI muhim deb o'ylayman. Bu meni qarashim. Yaponiyada KPI tizimi yo'q. Yaponlar KPI tizimini ishlatmaydi. Bu nima uchun yaponlar ishlatmaydi desangiz, chunki ular yaponlar aytadiki, bizga bergan vazifani oyligingizni oqlab olishingiz uchun, ya'ni halollashingiz uchun deydi. Prosta mana shu vazifani qilishingiz kerak deydi. Ularga vazifa qo'yiladi, KPI qo'yiladi, lekin KPI bonusga bog'lanmagan. Ha? Endi men aytaman, O'zbekiston sharoitida biza deyman, nima qo'yishimiz kerak deyman. Ya'ni KPI tizimi ishlash kerak, ayniqsa savdoda. Nimaga? Mana faraz qiling, bir do'kon bor. Kiyim-kechak do'koni bor. Men yerda sotuvchiman. Okay? Odam har doim kirmaydi. Odam yo'q paytda men nima qilaman? Telefon olib, telefon o'ynayman. To'g'rimi? YouTube ko'rib, bir yaxshi bir kino chiqib qoldi. Kino ko'rib o'tiribman YouTube'da. Bitta mijoz kirib qoldi. Men fiksirmni oylikdaman. 5 million oylik olaman men. Okay? Mijoz kirib qoldi. Men xursand bo'lamanmi yo'qmi? Yo'q. Meni jahlim chiqib ketadi. Nimaga desa, kinoni beliga tepdi deydi. Qizil joyiga ketdi. Men uni bemalol ko'rib o'tirsam bo'lardi. U kirsa kirmasa men 5 millionimni olaman. Shuning uchun men nima qilaman? Niyat qilaman, hech kim kirmasaydi deyman. Siz biznes egasisiz, aytasizki, har doim turib duo qilasiz ertalablari. Bugun savdoyimiz yaxshi bo'lsin deysiz. Ko'proq klientlar kirsin deysiz. Men xodimingizman, nima deyman? Klient kirmasin deyman. Tushunyapsizmi? Nimaga? Chunki siz meni interesimni o'zingizni yoki kompaniyaning interesi bilan bog'lamadingiz. Tushunyapsizmi? Bog'lamaganingizdan keyin sizni xohishingiz meni xohishimga to'g'ri kelmaydi. Siz ko'proq klient kirsin deysiz, men kirmasaydi, bemalol kinoyimni ko'rsaydim deyman. Tushunyapsizmi? Nimaga? Chunki oy oxirida nima bo'lishidan qat'iy nazar 5 millionimni siz berasiz menga. O'tirib bersam bo'ldi. Ya'ni bu kulturani buzish uchun, ya'ni bu kulturadan voz kechish uchun biz nima qilishimiz kerak? Bu xodimlarning interesini kompaniyaning interesiga bog'lashimiz kerak. Men ham turib nima qilishim kerak? Ertalab duo qilishim kerak. Bugun Xudoyim ko'proq klientlar kirsin. Savdoni qiling, rejamni bajaring, yuzim yorug' bo'lsin, bonusim ko'p bo'lsin deyishim kerak. Tushunyapsizmi? Ha. O'shaning uchun savdoda juda muhim bo'lgan narsa KPI ga bog'lash. Endi KPI darsimiz bor, men oxirida bitta e'lon qilmoqchiman. KPI ayniqsa mana misol uchun sotuvchilarga juda har xil ko'rinishi bor. Birinchi eng oddiy ko'rinishi savdo rejasini qo'yishingiz. Siz aytasizki, baraka topkurlar. 5 ta sotuvchingiz bor. Sizlarning har biringizga 100 milliondan reja. 100 million bajarsangiz, men sizga endi 5 million qancha berasiz hozir? Fiksirmni oyligingiz qancha? 400-500 atrofida. 400-500 dollar, 5-6 million deylik. 5 million oylik ovoz. Endi biz nima qilamiz? Sizni oyligingizni 3 millionga tushiramiz, fiksingizni, va sizlar yana qo'shimcha 5 million topishingiz mumkin bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni yaxshi ishlasanglar, zo'r ishlasanglar 8 million ham olasizlar. Lekin oldin deydiki, prosta kelib ketganingizga endi 5 million bera olmayman. Tushunyapsizmi? Birinchisi o'sha eng oddiy ko'rinishi, aytasiz sizga deysiz 100 milliondan sizlarga reja, 6 ta xodimingiz bor, 7 ta xodimingiz bor, 5 ta va hokazo. Har biringiz 100 milliondan bajarib berishingiz kerak menga. Bu birinchi eng oddiy ko'rinishi. Endi siz faqatgina savdo rejasiga qo'ysangiz, buni bitta minusi bor. Fiksadan bu yaxshiroq, lekin buni ham yetarli emas. Nimaga degan narsa? Ko'p sotuvchilarda qilinadigan xato общий prodajadan 3%, 5% olasiz degan foizini ajratib qo'yishadi. Tushunyapsizmi? Shunaqa. Buni bitta minusi bor. Nima minusi desangiz, hammaning o'zining komfort zonasi bor. Men misol uchun 5 millionga, 10 millionga chiqsam, sotuvchi bo'lsam, menga yetadi. Siz o'ylaysiz, rahbar, hozir 5% ajratib qo'ydim общий prodajadan. Endi bu ertayu kech sotaveradi. Ertayu kech oshirishga harakat qiladi, yoki oshirishga harakat qilmaydi natija, ya'ni realniy hayotda. Nimaga desangiz, ma'lum bir darajaga chiqqandan keyin to'xtaydi. Shuning uchun birinchi bunda beriladigan tavsiya buni o'suvchi qilib qo'yishingiz. Aytasizki, birinchi 100 milliongacha 3%, 100 milliondan oshsa keyin 5%, 200 milliondan oshsa 8% olasiz deysiz. Misol, o'suvchi qilib qo'yasiz. Endi men xayolimda qana qilib 200 millionga chiqsam bo'ladi degan narsa. Endi uni ham hali qo'yayotganda real holatdan kelib chiqasiz. Ya'ni osmondagi raqamlar qo'yilsa ishlamaydi u ham. Bu birinchisi. Ikkinchisi, tavsiya beriladi. Agar faqatgina sotuvdan foiz ajratadigan bo'lsangiz, xodimingiz eng yaxshi va oson sotiladigan narsani sotib tashlayveradi. Tushunyapsizmi? U xodimingiz harakat qilmasa ham sotiladigan narsa bor. Shundoq ham klientlar o'zi qidirib keladi uni. Sotish oson. Ammo bu yerda sotish qiyin bo'lgan, sizga ko'proq daromad keltiradigan mahsulot qolib ketadi va xodim unga e'tibor bermaydi. Shuning uchun ikkinchi tavsiya sotuvda assortimentga reja qo'yish. Assortiment. Misol uchun aytasizki 100 million sotasiz,
Lekin 100 millioningizni 30 millioni mana bu mahsulotlardan kelsin, ya'ni 30% yoki 40%, 20% mana bu mahsulotlardan kelsin, 50% mana bu mahsulotdan kelsin, misol uchun. Kategoriyalarini ham ko'rsatib berdingiz. Endi men sotuvchi bo'lsam, faqatgina 100 million qilib o'sha bonusni ola olmayman. Nima qilishim kerak? 100 million qilish uchun men assortimentni sotishim kerak. Okay? Ya'ni assortimentga ham qo'ysangiz bo'ladi. 3-chi chakana savdoda qo'yish mumkin bo'lgan chek bu misol uchun o'rtacha chekka qo'yishingiz mumkin. Har bitta kelgan klientga faqatgina o'zi so'ragan narsasini bermaylar-da, undan tashqari buni tavsiya qilib ko'ringlar, buni tavsiya qilib ko'ringlar. O'rtacha chekka ham ikki xil ko'rinishi bor. Birinchisi bitta chekda o'rtacha tovarlar soni, ikkinchisi bitta chekda summa, o'rtacha summasi. Ya'ni ikki xil ko'rinishi bor. Okay? Ya'ni o'shalarni qo'yishingiz mumkin. Orada savol bersam, Da. fikringiz bo'lib ko'p. Yo'q, bemalol. Mana misol uchun bizda ko'proq o'rizorda o'tdim-da, ana chakana sal kamroq bizda. Aha. O'shanga misol uchun mana assortimentga KPI deyilayotgan paytda qanaqadir ma'lum qismigami yoki umuman o'sha aytganingiz marjasi balandlarigami? Ha, misol uchun uni mana aytishingiz mumkin. Pirogga olasizda, misol uchun har xil kategoriyangiz bor, ha. Aytasizki, mana bu kategoriyadan 40% lik narsa sotishing kerak deysiz. Ya'ni общий sotuvingdan 40% mana bu kategoriya bo'lishi kerak. Endi u ham qayerdan olaman bu 40, 50, 30 degan narsani qayerdan olaman desangiz, orqaga qaraysiz. O'rtacha biz qancha sotganmiz va qancha sota olamiz. Ha? Ya'ni xodimlaringiz sotayotganda o'sha narsaga ham e'tibor bersin. Mijoz kelib bitta narsa so'rasa, aytsa-ki, "Men buni ham ko'ring, mana bu ham misol uchun kачествоsi yaxshi yoki buni olganingizdan keyin mana buni qo'shib olishingiz kerak bo'ladi. Baribir bu narsa sizga kerak va hokazo nima qiladi? Uni cross sell, upsell degan narsa bor. Cross sell degani o'shanga yaqin bo'ladigan, o'shanga aloqali bo'lgan mahsulotlarni ham taklif qiladi. Upsell degani qimmatroq narsalarni taklif qilishni boshlaydi. U yo'li bor. Endi siz aytishingiz mumkin, "Yo'q, bizda ko'tara bozor bo'lgandan keyin men unaqa maydalashib o'tira olmayman." Ha, necha xil tovaringiz bor o'zi? SKU qancha? Chiqadi 1,5 ming, 2 mingga yaqin. Unda aytishingiz mumkin, "Men unaqa kategoriya qilib tasha olmayman. Nimalarim ko'p, assortiment. Nima qilaman desangiz, aytasizki, хотя бы deysiz assortimentni 70% ni sotishing kerak deysiz. Ya'ni bir oylik sotuvingiz ichida mana shu 1,5 ming, 2 minglik assortimentimi 70% sotilsin. Tushunyapsizmi? Yoki 60% sotilsin yoki 80% sotilsin degan narsani qo'yishingiz mumkin. Ya'ni harakat qilish kerak iloji boricha assortimentni sotishga. Keyin faqatgina savdo emas-da. Tushundingizmi? Demak, birinchisi sizni 2026-yilda qilishingiz kerak bo'lgan ishlardan biri, hozir mana yaxshi imkoniyat. Dekabr tugayapti, yangi yilga o'tyapmiz. Siz aytasizki, o'rtoqlardingiz, yangi yilda biz yangi rag'batlantirish tizimi bilan yuramiz. Endi KPIga o'tamiz. Har bitta xodimingizni necha pul savdo qilganini bila olasizmi? Uni nima qilsa to'g'rilasa bo'ladi. Sistema bormi? Bor. Sistemada misol uchun ko'rsatadi. Hali Bills degan programma bor, bilsanglar. Kiyim-kechak, ha? Biz Amerikaga borganda o'sha Rustam bilan bitta nimada qatnashdik-da, konferensiyada oldingi yil. Bilsanglar, hozir TBC bank sotib oldi uni bir qismini. Bills. O'sha Billsda endi asosan kiyim-kechakga mo'ljallangan edi. Menimcha hozir boshqa sohalarda ham ishlatsa bo'ladi. Ha. O'shanda siz har bitta xodimingiz qancha savdo qilayotganini bila olasiz. Ya'ni har bitta savdoni kassaga urayotganda Ali sotdi deydi, Vali sotdi deydi, yozib qo'yadi. Va sizga oy oxirida sistema chiqarib beradi. Ali bilan Valini общий продажasi qancha, assortimentni necha foiz sotdi, o'rtacha chek qancha, hammasi bitta sistemani o'zida bo'ladi. O'sha sistemangiz bo'lsa, uni hisoblash ham oson bo'ladi. Shunaqa. Chunki lekin o'sha mana shu sistemalarda har xil ekanda, nima edi? Endi baribir nimadan kelib chiqasiz, endi tadbirkor o'zi foydasi qayerda desa, xarajatlarni kamaytirganda deyishadi-da o'zi. O'shanga xarajat jihatidan kelib chiqilgan paytda bir xillarda mana shu sistemalarda har bitta anaqa nima edi? Akkaunt pul turadi. Bir xillarda bor ekan, xohlaganingcha akkaunt och, nima o'shanaqaroq varianti yaxshi ekan. Da. Chunki ham sizga arzonroq tushadi. Главныйsi yaxshi ishlasa bo'ldi. Da. Chunki qotmay, именно продажа bo'lib turgan paytda shunday sistema qotsa bo'ldi, hamma narsa bir tiyinda. Shunaqa. O'zi misol uchun sistemaga kiritib, sistema bo'yicha o'sha ishlashni boshlaganingizdan keyin miya bo'shayotganda. Miya bo'shagandan keyin har bir narsaga to'xtab bitta qarab oling. Agar постоянно ko'p sotayotgan narsangiz bo'lsa, yoddan bilasiz. Agar orada nimadir kamroq sotgan bo'lsangiz, narxi har doim esda bo'lmas ekanda. Ha.
Oldinlari sistemaga o'tishdan oldin hattoki necha pul aylanib kelgan, necha pul qanaqa qilib bersa bo'ladi, insonni xotirasida bo'lar ekanda. Mana shunaqa narsa. Ha, endi bunaqa tizimli boshqaraman desangiz, albatta baribir sistema kerak. Shunaqa. Chunki har bitta xodimingiz qancha qilyapti, u sizga себестоимостьda necha pulga tushdi, qancha foyda topdingiz, u sistema sizga ko'rsatib turishi kerak-da. O'sha tizimni asosida u. Keyin ertaga siz bu mana tizimlashtirishi bitta qismi, misol uchun KPI bo'lsa, bular ertaga yangi do'kon ochmoqchi bo'lsangiz, siz уже bilasiz, ularga qanaqa KPI qo'ysam yaxshi ishlaydi. Mani tajribamda bo'lgan deysiz. Fiksirованный oylik to'laganimda продажamiz mana bu yerda to'xtab qolgan. KPI ga o'tganimizdan keyin продажamiz mana bunga chiqdi. Men bilaman, yangi do'kon ochsam, bolalarga qanaqa KPI qo'yishni bilaman va qaysi sistema ishlatishni bilaman. Bu tizimlashtirish bitta kichkina bo'lagida. Ideal endi tizimlashtirish bo'lishi uchun siz nima qilishingiz kerak? Sotuvchi qanaqa ishlash kerak, vazifalar nimadan iborat, ha? Keyin klientlar bilan qanaqa muomala qilish kerak, qanaqa tushuntirish kerak. Sotuvda juda muhim bo'lgan narsa, sotuvda o'zini mahsulotini yoki xizmatini yaxshi bilish. Shunaqa. Tushunyapsizmi? Men misol uchun kirdim, biror bir santexnika olmoqchiman. Menga sizni xodimlaringiz shunaqa chiroyli tushuntirib berish kerakki, aka mana bu zavodniki yoki mana bu brendniki, buni mana bu afzalligi bor, buni mana bunaqa afzalligi bor, buni mana bunaqasi bor. Va hokazo. Menga shunaqa professional tushuntirib berish kerakki, misol uchun mana buni olsangiz, haligi hovliga ham qo'yasiz, qishda qotib qolmaydi, yorilib ketmaydi. Misol. Shunaqa. Keyin men aytaman, bo'ldi deyman, bular sotayotgan narsasini bilarkan deyman. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu ham psixologiyada odamga zo'r ta'sir qiladi agar siz zo'r tushuntirib bera olsangiz. Balki siz o'zingiz zo'r tushuntirib bera olasiz, chunki shu sohadan chiqqansiz. Lekin xodimlaringiz shunaqa bo'lmasligi mumkin. Men bilmayman, endi taxminiy aytyapman. O'shaning uchun siz nima qilasiz? O'zingiz bilimingizni olib bundoq qog'ozga tushirasiz yoki video darslik qilasizda, ularga ham o'rgatasiz. Aytasizki, mana shuni ko'rasizlar, keyin men imtihon qilaman sizlarni. Mijoz sifatida kiramanda, mana bunda nima farqi bor deyman. Men buni tushuntirib ber deyman, buni narxi nech pul deyman, qayerda chiqqan deyman va hokazo. Klientlar so'ragan ko'p savollarni men so'rayman, sizlar menga tushuntirib berasizlar. Agar tushuntirib bera olmasang, boshqatdan o'qiysan yoki KPI ni bir qismini ola olmaysan. Tushunasizmi? To hozir ana bonus dedik-ku, sotuvni gapirdik asosan. Xuddi shu narsani mahsulot darajasi, ya'ni mahsulotni bilish darajasiga bog'lab qo'yish mumkin. Har oy men sizlarni kiramanda test qilaman. Misol uchun 4 ta 5 ta savol so'rayman. 5 ta savolimga to'g'ri javob bergan 5 baho oladi. 4 tasiga javob bergan 4 baho oladi. U nima qiladi? 4 degani o'sha bonusini bir qismi tushdi degani. Tushunasizmi? To bolalarga aytib qo'yasiz, yaxshilab bilib turinglar. Nima savol so'rashim o'sha biz sizlarga o'rgatgan narsalardan so'rayman. Narxini so'rayman, misol uchun nimada ishlab chiqarilganini, qayerda ishlab chiqarilgan, afzalligi nima va hokazo. Agar hamma savolga yaxshi to'g'ri javob bersanglar, men sizlarga 5 qo'yaman individualni. KPI'larning bir qismiga ta'sir qiladi deysiz mumkin. Okay? Keyin yana bitta nima de savol. Buni o'zi qanaqadir savdo qilib turibsiz. Aytganingizdek, misol uchun o'sha yerda $400 oyga olyapti o'zi. Lekin siz определённый o'sha misol uchun KPI qo'ysangiz, qo'ymasangiz определённый savdo qilib turibsiz. Da. Yoki farasini 100 million savdo qilyapsiz, misol uchun oyiga. U o'sha pulini olyapti. Endi misol uchun KPI qo'yayotganda 100 millionni ustidan KPI qo'yiladimi shunda? Ha, misol uchun mana hozir bitta odam o'rtacha 100 million savdo qilyapti fiksirованный oylikda. Mani taxminim bo'yicha u 100 milliondan oshirish ehtimoli katta. Agar siz, men sotuvchingiz bo'lsam, siz meni agar to'g'ri qiziqtira olsangiz. Okay? To'g'ri qiziqtirasiz, qanaqa qilib aytasizki, misol uchun 100 million qilyapsiz. Aytasiz, endi oyligingizni 3 millionga tushiramiz deb, men sizga yana qo'shimcha 5 million beraman. 8 million topishingiz mumkin. Lekin 100 millionda shunaqangi foiz yoki shunaqangi bonus ajratasizki, u 5 milliondan oshmaydi. Даже 4 million qilib qo'yishingiz kerak. Ya'ni men oldingi 100 millionni qilsam, endi men 4 million olaman. Tushunyapsizmi? Ya'ni haligi o'zi oyligi fiksasi 5 million edi. Fiksasi 5 million, siz 3 millionga tushirdingiz. Tushirdingiz, u norozi bo'ladimi? Norozi bo'ladi. Lekin siz aytasizki, siz norozi bo'lmang, chunki sizga men yana 5 million qo'shyapman. Kerak bo'lsa buni 2 ga tushiring deb, bunga 6 qo'shing. To siz 8 million ham qilishingiz mumkin. Yoki undan ham oshib ketishingiz mumkin, o'zingizga bog'liq deysiz. Endi nima bo'lish kerak? Men oldindagidek 100 million qiladigan bo'lsam, men 4 millionga tushib qolishim kerak. Chunki menga balki o'sha 5 million yetar. Tushunyapsizmi? Men komfort zonadaman. Menga yetadi o'sha 5 million. Borib kelib yursam, oladi, olmaydi, farqi yo'q. 5 millionimni olaman desam, unda hech narsa o'zgarmasligi mumkin. Siz aytasizki, endi oldindagidek yurishda endi siz 5 million ola olmaysiz, faqat 4 millionga tushib qolasiz. 100 millioningizga 4 million beraman.
Endi 100 dan 150 milliongacha 5 million olasiz, 150 dan oshsa misol uchun 8 million olasiz va hokazo. Ya'ni o'stiruvchan qilib ko'rsatishingiz kerak. Anaqa fiksani o'zini bo'lib berildi. Yo'q, fiksani bo'lmaysiz. Yo, aytmoqchi qo'shimcha anaqani Fiksaga bonus qo'shasiz. Endi mana bu bonus mana bu sotuvlardan keladi, assortimentdan keladi, o'rtacha chekdan keladi. Plus mana bu mahsulotni bilish darajasidan keladi. Tushunyapsizmi? 3 ta, 4 ta, 5 ta kriteriya qildingizda, o'sha 6 millionni o'shanga bo'lib berdingiz. Misol uchun aytishingiz mumkin, 1 millioningiz mana bu imtihondan yaxshi o'tishingizdan keladi. Mana bu narsalarga tayyorlaning. Lekin tayyorlanishni ham siz berishingiz kerak-da qo'liga. Nimadir o'qi, nimadir o'rgan. Mana bu mahsulotlarimizni nimasi, hali instruksiyalari ichida yozilgan svoystvasi nimadan qilingan va hokazo o'shalarni o'qiysan. Men imtihon qilaman oy oxirida, o'shani yaxshi javob bersang, keyin o'sha 6 millioningni qo'shib olasan. Unda sen уже 8 million olgan bo'lasan. Endi siz aytishingiz mumkin, 8 million katta pul-ku. Men o'zi 5 million beryotgandim. Siz hozir 8 ga chiqarib qo'ydingiz. U meni oydan foydamni tushirib yuboradi-yu. To'g'rimi? Tushirib yuboradi. Lekin u 100 milliondan siz 5 million beryotgandingiz-da. Biz endi nima qilamiz? 200 milliondan 8 million beramiz. To есть siz mana bu yerda yana 100 million savdo oshirdingiz. Ertaga foyda sizni bemalol bularni qo'shimcha 2-3 millionni qoplab yuboradi. Ya'ni 5-10 baravar qoplab yuboradi sizni mana buni oshirganingiz uchun. Tushunyapsizmi? Oshgandagina beryapsiz. Agar oldingi 100 millionda qolsa, siz uni уже 4 million beraman deyapsiz. Ya'ni shunaqa tizim qildingizki, oldindagi komfortda ishlasa, уже o'sha 5 millionni ham ola olmaydigan qilib qo'ydingiz. Lekin porloq kelajagini ham ko'rsatib berdingiz. Yaxshi ishlasanglar 8 milliongacha, 10 milliongacha chiqishingiz mumkin, agar savdoni oshirsanglar. Bitta shunda o'sha bonusini ham, misol uchun mana 200 million bilan 100 millionning orasida 100 million bor-ku. Da. Misol uchun 200 million qilsangiz 8 million qo'shimcha bonus bo'lyapti. Uni ham foizga bo'lib qo'yamiz-da, to'g'rimi? Misol uchun aytdi 200 million qila olmadi-da, 140 million qildi. Bo'ldi, o'sha nariga 8 millionni 40% ni olyapti degani bo'ladi-da. Ya'ni foiz deganda общий mana prodajadan qanaqadir foizlarni ajratib qo'yasiz-da. Tushunyapsizmi? Oddiy misol uchun o'sha o'suvchan qilib qo'ydingiz. Aytdingiz, misol uchun 100 milliongacha 3% olasiz yoki 2% olasiz. 100 million qiluvdi, 100 millionda to'xtadi, 2 million bonus chiqdi. Ana 2 million fiksasi bilan 4 millionda уже to'xtadi degani. Tushunyapsizmi? Endi 100 milliondan oshgan sari siz nima qilasiz? Uni sekin-sekin oshirib borasiz. 100 milliondan 150 milliongacha misol uchun 2% emas desa, aytasiz 4% beraman bu yog'iga. Agar 150 milliondan oshsa, уже u yog'iga misol uchun 6% beraman. Tushunyapsizmi? Uni oladi, endi o'shani hammasini olish uchun siz yana дополнительный mana bu kriteriyalarni ham qo'yishingiz mumkin. Halidagi aytganimizdek nimani bilishi, mahsulotni bilishi, assortimentni sotishi va hokazo o'shalarni ham qo'shib qo'yishingiz mumkin. Okay? Uni shabloni bor, o'sha shablonni asosida qo'ysangiz, uni ishlatsangiz bo'ladi.